2000-yillarda do'stlar qilingan fasad 2010-yillarda qilinib trendga chiqqan fasad hozirlikda do'stlar 2025-yilda yangilik bo'lgan do'stlar jipki kamin, ya'ni tashqi fasadga do'stlar 15 yil garantiya berilayotgan fasadimiz bo'ladi. Ko'rib bitta baho beringlar do'stlar. Zo'r tarafi vodostochniy do'stlar, zak, sho'r umuman o'tmaydi, duvolingizdan tushib ketmasligiga, sifatini yo'qotmasligiga, rangi o'chmasligiga, ko'chmasligiga 15 yil ustolar garantiya berishyapti. O'sha 400 kvadratdan oshiq joyga do'stlar jipki kamin xizmatini qilib berishgan bo'ladi. Narxlari do'stlar 90 mingdan 140 ming so'mgacha devorning holatiga qarab ketaveradi. Mana shu joyimiz 95 ming so'mdan suvoqni ustidan yopishtirib berishgan bo'ladi do'stlar. Qaranglar, bunga shipakli o'pka surkash kerak, boshqa narsa qilishga umuman kerak emas ekan. Uyingizni suvoq qildiring, ustani chaqiring, bo'ldi do'stlar. Bundan xuddi mashina qilib, chiroyli qilib berishaveradi. Video pastda nomerlari bilan aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Adashmasam do'stlar, bunga boshqatdan remont qildiraman sizga ancha pul ketib qoladi. Bu 15 yilga faqat 90 ming so'mdan sarflanadigan fasad bo'ladi. Sog' bo'linglar. Uyingizni loydan qurganingiz yaxshimi yoki pomni sement suvoqdan qilgan yaxshimi? Uni bilmadim, 15 yilga garantiya beriladigan gipki kamin hamda termopanel xizmatini taklif qilamiz. Super mo'shi bo'ladi, liboy devorga qilsalar ham bo'ladi, paxsadi, shilaka blok farqi yo'q bo'ladi. Eng qizig'i bu sho'rlaydigan devorlarga ham qilsalar, sho'rda ham ya'ni yechimi topiladigan devordan bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, so'kinlargacha chiroyli qilib berishadi. O'bshi shu joyimiz 57 kvadratga akalarimiz chiroyli qilib berishgan, utublit qilib chiroyli qilib berishgan. Eng qizig'i qishki sovuqdan yozda issiqdan saqlaydigandan bo'ladi. 57 kvadratda akalarimiz 3 kunda qilib berishyapti ekan. 1 kvadrat metrning narxiga keladigan bo'lsa, tekis devorga gipki kamin xizmati 90 ming so'mdan boshlab 110 ming so'mgacha bo'lsa, utublit qilib turib, menga termopanel qilib bersangiz, 160 ming so'mdan boshlab uy yog'iga ketaveradi. Bu narxlar ichida vodiy bo'ladi, dastavka, ustanovka, servis, o'lchash xizmati, usta haqqi, mahsulotini hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Nima deb o'ylaysizlar? Narxi arziydimi yo'qmi? Komment o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Quyon bilan bitta o'qda urish davri keldi. Tashqi fasad uchun termopanel hamda gipki kamin akalar narxlarini eshitinglar. 1 kvadrati 90 ming so'mdan vodiy bo'yicha xizmatlar ichida ekan. Termopanelimiz 1 kvadrati 165 ming so'mdan ekan. Buni zo'r tomoni umuman devor tanlamasi bo'lar ekan. Alohida termopanel sotib olmoqchi bo'lganlarga 90 ming so'mdan qilib berilar ekan. Umuman 15 yil garantiya berilar ekan. Hamma joyga akalar kimga qiziq bo'lsa, ekranga pastiga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Ob'yomimiz hozir mana shu joyimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani chiroyli qilib bergan ekan akalar. Bizning kanaldan chiqqanlarga skidka bor. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Bundan foydalanadigan bo'lsalaring, qishda yo uylaring issiq bo'ladi, chunki utoplet vazifasini bajaradi. Bu tashqi fasad uchun gipki kaminimiz, ko'rganlar maza qilib yoradi, o'zingizlar maza qilasiz, like bosib qo'yinglar. Mana terma gipki kaminlar obyektimiz yana bitta. Xudo xolasa Qo'qondagi joyimiz 12 million so'mga 67 kvadrat ishlama joyimiz. Chiqqani jicha stupkasi bilan uteplenniy bo'lib bitgan. Issiq sovuq dushaydigan, duval tekizligi tekis, xudo xolasa. G'ish sariq ko'rinishda, so'killari shikolat rang bo'lib bitgan. Tevalari, romlar atrof polni klinker tortilgan. Darvozani chekkalari ham, xudo xolasa. Har yoqni ham ajoyib bir chiroyli qilib chiqarganmiz. Hamma joy terma, issiq sovuq dushaydigan bo'lib bitgan. Uyingizni zaklashi, sho'rlashi, remontingiz har yili urinib ketishidan bezidingizmi do'stlar? O'zbekistonda yangilik, ya'ni uteplenniy fasad xizmati do'stlar, ko'rib turgan joylaringga usta akalarimiz uteplenniy fasad qilib berishgan ekan. Ya'ni do'stlar, ko'rib turganlaringda xuddi mana shunaqa g'ishti o'zili bo'lgan, buni ustidan do'stlar o'zini maxsus fokayi, ya'ni buni do'stlar ham kafenikli, ham pena orqali devorga yopishtiriladi. Bundan tashqari tashlab yubormaslik uchun qo'ziqorinlar bilan mahkamlanadi. Uni ustidan bo'lsa o'zini maxsus setkasi tortiladi, kafenikli tortilib do'stlar, buni ustidan 15 yilga garantiyali gipki kamin xizmatini qilib berishyapti ekan do'stlar. Buni zo'r tarafi sho'rlangan, zaklangan devorlarga qo'llaydigan bo'lsangiz ham ertaga tashlab yubormaslikka 15 yilga garantiya berilyapti. Qishda uyingiz issiq bo'ladi, yozda muzday bo'ladi. Bundan tashqari ertaga remontingiz agar chang bo'ladigan bo'lsa, oddiy suvni olib bitta ustidan yuvadigan bo'lsangiz do'stlar, yana yangidek bo'laveradi. Ya'ni super mo'shi bo'ladi do'stlar. Kimga imini xuddi mana shunaqa uteplenniy fasad xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, video pastda nomerlarni qoldirganmiz.
aloqaga chiqadigan bo'lsalar, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. 1 kvadratga keladigan bo'lsa, 160 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. 160 ming so'mning ichiga usta haqisi, xom ashyosi, hamma narsasi shu narxning ichida bo'ladi. Uyda egasi faqat obeti bilan yotoq joyini qilib beryapti ekan, xolos. Pastda nomerlarni qoldirganmiz, aloqaga chiqadigan bo'lsalar, sizlarga ham xuddi mana shunaqa chiroyli qilib berishadi. YouTube kanalimizga o'tadigan bo'lsalar, to'liq obzorni qo'yganmiz, sog' bo'linglar. O'zi devor ko'tarilganda penabloyda bo'lgan, xuddi mashq ko'rinishda bo'lgan. Ustalar kelgandan keyin do'stlar mashq ko'rinishda bo'lib qolgan. Eng qizig'i buni suva ham qilishmagan, hech narsa qilishmagan. Bu ya'ni do'stlar terma panel qilib turib, tevasidan jipki kamen yangiligini qilib berishgan. Buni qarang, bu akani yuvishini. Bu o'zi usta bo'ladi do'stlar. Nimaga buni yuvyapsam, garantiya beraman, xohlaganimcha yuvaman deyapti. Zak sho'rda o'tkazmas ekan do'stlar, o'chmas ekan, ko'chmas ekan, devordan tushib ketmas ekan. U shu 170 kvadratga qilib berishibdi. Nimaga yuvyapsiz akatsam, meni uyda egasi ko'rib olsa, ertaga mobodo chang bo'lib qolsa deyapti. Bitta yuvsa yana yangi remontga turaveradi deyapti. Video pastda nomerlari bor, aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Zo'r tarafi, agar siz devoringiz tayyor suvoq turgan bo'lsa, suvoqni ustidan shuni yopishtirsa bo'lar ekan. Shpakilovga umuman kerak emas ekan. Pastda nomerlarni qo'yib ketamiz. Aloqa qilib, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana sokul uchun gipki kamin tayyorladik. Mana qolipdagi holati temirroq svetda bo'ldi. Shokoladniy svet bilan молочный svet aralashgan holatda devor travertin qilingan молочный svetda. Shuning uchun buni shokoladniy bilan молочныйni aralashtirib chiqardik. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi.
Xudo xolasa buni usta jarayonlarini ham qo'yib sizlarga e'tiboringizga havola qilib boramiz. Mana qolipda olgan holatimiz. Mana ko'rishingiz mumkin.